mana kecha prezident Makron bilan uchrashdik. Sizni prezident Makron taklif qilyapti-ekan. Vaqtingiz bo'lsa agar deyishdi. Albatta vaqtim bor dedim, gaplashdik. Mani qadrdon do'stim Shavkat Mirziyoyevga salomlarimni yetkazing, iltimos dedilar. Har bitta tashabbuslarini men qo'llab-quvvatlayman. Men xohlardimki, Fransiyaning ko'proq biznesi O'zbekistonga borishini, shuni ta'minlaylik ikkalamiz. Men aytdim, tashrifimning maqsadi aynan shunda dedim. Menga bironta odamingizni bering, shu bilan men o'zim gaplashay. Agar muammolar, masalalar bo'lsa, vaqtida bartaraf qilish imkoniyati bo'lsin desam, o'zlarining nomerlarini berdilar. Mana o'zing menga yoz, nima masala bo'lsa, O'zbekiston uchun men 24 soat tayyorman. Keyin prezidentimizga telefon qilib aytib bersam, juda xursand bo'ldilar. Makron janob oliylarim mening yaqin do'stim, xursand bo'ldim. Ishlanglar endi dedilar. Masala ko'p, 48 ta proyektimiz bor birgalikda. Har xil sohada 10 milliardga yaqin proyektlar. Fransiya bilan ishlashimiz kerak. Katta buyuk mamlakat, albatta.